Leksimizden tamamını anlayış hürmetli vatandaşım. Prezident Trump bilan uchrashganda Reis Xi Jinping Prezident Trump bilan uchrashganda Reis Xi Jinping ta'kidlab bunda ko'rsatdi. Amerika Jungo munosabati yaxshi bo'lsa-la, ikki davlat xalqlariga foydali bo'lib qolmasdan butun dunyo xalqiga foydali. Jungo Amerika munosabatini yaxshilashning tümammin asoslari va sabablari bor ekanki, munosabatni yaxshilamaydigan, buzib yetadigan hech qanday sabab yo'q. Amerika Jungo munosabati yaxshilangan 45 yildan beri ikki davlat biron chopqinlarni bashidan kechirsa-mu, lekin tarixiy xarakterlik taraqqiyotga erishdi. Ikki davlat xalqiga zo'r manfaat olib keldi. İki devlet münasebeti tarihi karakterlik terakkiyatga erişti. İki devlet halkı zor menfaat elip geldi. Jungo Amerika münasebeti bundan keyin 45 yıl içinde qanday terakki kılıdı. Çonqor oynashimiz kerak. Hem iki devlet rahberleri siyasi hüküm kılıp tarixni öddigar qilishimiz lazım. Reis Xi Jinping yana mundaq ko'rsatdi. Hamkorlashish Amerika Jungo davlatlarining birdan-bir to'g'ri yo'lidir, to'g'ri tanlashidir. Biz ikki davlat cho'qim yaxshi hamkorlashuvchilar bo'la olamiz. Kelar bosqichda ikki davlat rahbarlarining uchrashishini yaxshi o'rinlashtirishimiz lozim. Prezident efendimning mo'shu yil ichida Jungo davlat ishlar ziyoratida bo'lishini qarshi olamiz. İki taraf her xil usullar orqali zich munosabatni saqlashimiz kerak. Prezident Trump Reis Xi Jinpingning ko'lbo'yi oromgohiga kelganligini yana bir qatam qarshi oldi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo cho'ng davlat, dunyoda mas'uliyatimi cho'ng. İki davlat cho'ng masalalarda aloqa va hamkorlikni saqlashi lozim. Bazı çoğun işlerini ortak işleşimiz lazım. Prezident Trump ne dedi? Prezident Trump mundaq dedi. Amerika Jungo çoğun devlet, dünyada mesuliyetimiz mi çoğun? İki devlet çoğun meselelerde alaka ve hemkarlıkını saklaşımız lazım. Bazı çoğun işlerini ortak işleşimiz lazım. Ben bu katım Amerika Jungo devlet başları sohbetinden ümit kütemen. Prezident Trump dedi ki, ben bu qatim Amerika Jungo davlat başlıqları söhbetinden ümit kütümen. Reis Xi Jinping bilan yaxshi xizmat munosabati o'rnatishni umid qilaman. Amerika Jungo munosabatining buyuk taraqqiyotini ilgari surishni umid qilaman. Prezident Trump Jungoni ziyorat qilish to'g'risida Reis Xi Jinping o'tirib qo'ygan taklifni mamnuniyat bilan qabul qildi. Ve tez arada Jungo'nu ziyaret kılınağallığını bildirdi. Lekin Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping uchrashgan shundaq bir paytda Prezident Trumpning Suriyaning harbiy nishonlariga harbiy hujum qilishiga buyruq tushirganligi, Suriyada tinch aholilarni ximiylik gaz bilan o'ltirgan fojiaga munosabatlik harbiy ish edi. Xabarlarga asoslanganda Suriyaga harbiy zarba berish to'g'risidagi xabarni Prezident Trump Reis Xi Jinpingga o'zi yetkazgan. Tahlilchilar bunday hisobladi. Prezident Trumpning mushundaq paytda Suriyaga harbiy harakat qo'llanishi shakli o'zgargan holda Chavshan masalasi bo'yicha Jungoga besim ishlatganlik. Jungo Chavshan masalasi bo'yicha Amerikaga yordam bermasa, Amerika Chavshanga mushundaq harakat qo'llanadi deb bishorat berganlik deyishdi. Amerika Birlashma Agentligi shu vaqtda mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Suriyaga harbiy hujum qilishi ikkinchi kuni o'tkazilgan Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping suhbatiga ko'langa tashladi. Prezident Trump Jungo'ga besim ishlatib, Chavshan masalasida Jungo'ning tirishchanlik ko'rsatishini qo'lga keltirmoqchi dedi. Sobiq prezident Obamaning davlat bexatarligi bo'yicha vazifa o'tagan Ivan Madras efendi.
Yuqorida biz vatandaşlarımızga bu qatamga uçuruşuş 4. ayının 6. günü, 7. günü 2 gün Amerika Qo'shma Shtatlari ziyoratda bo'lgan Rais Xi Jinping bilan Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Trumpning suhbat o'tkazganligi to'g'risida sizlarga yuqoridagi xabar e'lon qildik. Endi sizlar endi buningda bizning tahlilimiz nima? Bizning ko'z qarashlarimiz nima? Bu to'g'rida vatandoshlar bilan birlikda analiz qilamiz.